129 mingga 84 kvadrat 4 xona Novostroyga joylashgan joy. Yunusobod megaplanetani hammanglar bilasizlar. Shunda orqasida Comfort House chiqqan 4 xona studiya deymiz, yangi remont, tayyor uy. Mana eshigidan kirib kelish, mana bu yoq sanuzel, mana Erondan kafillarni qilib chiroyli qilib ishlatibdi. Mana oshxonaga mana zo'r chiqdi proyekt. Katta keng oshxona, maza qilib ishlaysizlar. Mana bu yerga stol divanni qo'yib turib o'tirasizlar. Mana televizor ilasizlar. Mana bu yoq mana detskiy xona, ichida o'zining garderoblar bilan yorug', keng, chiroyli, juda shinam chiqqan. Endi bu yoqdan chiqqaninglarda mana bu yoqda mana roditelskiy mana spalni, o'zining balkonlari ham bor. Remontli ham, rangli ham juda bir zamonaviy rangda bo'libdi. Endi mana bu yog'imiz zal. Katta keng zal. Bemalol televizor, stol, zal kerak emas, mehmon kutmayman deb spalni ham qo'yasizlar. Xullas, 4-qavatga chiqqanmiz. O'zi bir 10 qavatli, 9 qavatli Novostroyga yangi remont, narxi 129 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bor. Pastki nomerga bemalol aloqa chiqinglar, tamom.